Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlüküdən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldı da, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovar bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Edisonның rayı boyucu bolğanda, işini yerim yolda to'xtatib qo'ymay, tömürni qiziqidi soğuq degandek ishni biraqlab bitirish edi. Shunga u rahmat aytib, bormaslik qaroriga keldi. Lekin u bir necha yordamchilarining hech gapdan hech gap yo'qlar rad qilib etsangiz sat emasmi? Qarang, ular telegramida ishingiz har qancha aldirash bo'lsa-mu qimmatli vaqtingizni chiqarib, jamoatning orzusini yerda qo'ymasligingizni umid qilamiz deb nima degan samimiy gap qilgan deb orqa-orqadan qilgan nasihatlarini yerda qo'ymay, oxir ma'qul bo'ldi da. Kulgunicha beshliga "Amsa sen men bilan birga borgin" dedi. 4-oyning 18-kuni atiganda o'zining yordamchisi bilan Washingtonda poyezddan tushish bilanla shu yerdagi nurg'unlagan atoqli kishilarning, olimlarning qizg'in qarshi olishiga muyassar bo'ldi. Bu kishilarmo fursatdan foydalanishni biladi. Ular Fanlar Akademiyasi uyushtirgan doklad yig'inining kechqurun echiladiganligini, doklad berguvchining atiganda yetib kelganligini, oraliqda yana foydalanishga bo'ladigan bir necha soat vaqtning borligini uqishgan edi. Shunga ular Edison bilan qanig'icha ko'rishib, so'zlash uchun Edisonni bas-bas bilan uylariga opirib mehmon qilishni ko'ngillariga bukib qo'yishgan edi. Pandi ismli atoqliq bir muxbir qalt sirliq bir qiyofatda Edisonga "Men sizga intayin muhim bir ichki xabarni aytib qo'yay. Anlashimcha, Zongtongmo sizni Aqsaroyga taklif qilib, sizning hiliqi talantli kashfiyotingizni ko'rmoqchi" dedi. Bechli buni anglab kulib o'z-o'ziga "Qaltis gap bu. Zongtong janoblarimo tomosha qilmoqchi bo'pti-da" dedi. Shu kuni Edison haqiqatan aldirash bo'ldi. U avval mashhur shaxs Viladining uyida atiganlik tamoqda bo'ldi. Ondan Samson tadqiqot institutining boshlig'i Henryning uyida mehmon bo'ldi. Orqadan yana atoqliq siyosiyon Bolaymoning jiyan qizi, Washington ijtimoiy aloqa sohasidagi dangliq Xammirdon xonimning mehmonxonasida bir necha soatgacha parlament a'zolari va diplomatiya elchilar o'mikining a'zolari orasida bo'ldi. Kechki shafaq tugab, amdil chirog yiqilganda, ondan paytonga o'ltirib, Amerika Fanlar Akademiyasiga keldi. Fanlar Akademiyasining zaliga odam liq to'lgan edi. Bir muxbir shu kuni kechqurundagi tantanalik ahvolni bayon qilib, mundaq deb yozgan. Vaqt to'shib, qo'ng'iroq chelinish bilanla vajildab turgan yig'in zali birdilla timtos bo'lib qoldi. Yig'in raisi Edisonga hamroh bo'lib sahnaga chiqqanda, zalda gulduras olqishlari yangrab, nutq so'zlaguvchi qizg'in qarshi elindi. Yig'in raisi yig'inning echilish nutqini so'zladi. Edisonni yig'indagilarga tantani bilan tonishtirganda, zalda yana bir qitim guldirmamilak olqish sadosi yangradi. Dunyoga tonilgan bu kashfiyotchi o'ttir bo'yliq, 31-32larga kirgan bo'lib, uchisiga katakchi yiproqdan kiyim kiygan edi. Uning ustiveshi oddiy sodda. Chiroyi samimiy bo'lib, qosh ko'zlardan bir xil jasurlik chiqib turadi. Jo'zi ustiga qo'yilgan patifonning yanala burunqi konisi ekanligini bir qarabli belgili bo'ladi. Amaliyotda bugun yangidan o'zgartirilgan patifonni elib kelishning hojati yo'q edi.
Ta'sirlik ilmiy doklad oyoqlashgandan keyin uningga ulapla ajoyib o'yin ko'rsatildi. Dokladchining yordamchisi aygir tutqushni normal suratda aylantirganda sirliq mashina so'zlashga boshladi. Uning ovozi yangroq ham aniq edi. Bugun Patifonning Amerika Fanlar Akademiyasida har birlari bilan yuz ko'rishganligi uchun o'zimni intayin sharafli his qilaman. Burun kishilar gazet jurnallarda o'qigan nurg'unlagan xabarlarda kichkina mashinaning qandoq so'zlaydiganligi, qandoq yuqori to'van ovozlarda naqsh aytadiganligi tunishtirilganda hamon haddidan ortiq tashviq qilingan, amaliyotga uyg'un kelmaydi deydigan hissiyatda bo'lib kelgan edim. Bugun men o'z quliqim bilan anglab, o'z ko'zim bilan ko'rib tex ashu maqollarning qo'pol yuza yezilganligini, bu so'zlaydigan mashinaning haqiqiy go'zal, ajoyib taraflarini zodili ifodalab berolmaganligini his qildim. Yig'in oyoqlashgandan keyin muxbir yig'inga qatnashgan nurg'un atoqliq kishilarni ziyorat qildi. Ular birdek mundoq deb hisoblashni, bundoq ma'nilik yig'ilish haqiqatan azaldan bo'lib baxmagan. Hozirgi zamondami kamdan kam uchraydi. Bir peshqadam olim qattiq ta'sirlangan holda yoshlar o'z ajdodlarini besib tushdi. Keyingi avlodlar haqiqatan qaltis. Amerika Fanlar Akademiyasi qurilgandan boshlab bugungacha kishini hayajonlantiradigan bundoq manzarani ko'rib baxmagan edim, deydi. Shu kuni kechqurun Edison paytonga o'ltirib, Hamirdon xonimning uyiga qaytib keldi. Ikki qiz keng qushadi mehmonxona nihoyatda chiroyli bezalgan edi. Beshli qiziqib uni buni tomosha qildi. Tutib silab ko'radi. Edisonchu uni bu uydagi Patifondan boshqa hech narsa qiziqtira olmaydi. Soat 11larga yaqinlashib qolganda Bechli Edisonning yanini butun zehnini yig'ib helqi kanay bilan apilishayotganligini ko'rib, toqatsizlanib berib mashinani bir tarafga surib qo'yib, top to'g'ri bir kun aldirash bo'lib ketdingiz. Endi damilang, bu Monro bog'chisi emas, Hamirdon xonimning mehmonxonasi, dedi. Edison mashinani yana oldiga tortib, kuchab bir aylantirib edi. Kanay g'irqirab aylanishga boshladi. Ondan u kulib, "Men bu kalampay bir nimani chiqirib etib, uning o'rniga bir xil alohida yasalgan yumaloq taxsi o'rnatishni o'ylayapman. Ondan qaysi kuni maslahatlashganimizdek, aylantiradigan agir tutqushni chiqirib etib, soatning ichidagi panarga o'xshash panar o'rnatsak, bu mashina texmi abjil bo'ladi." Bo'ladi, dedi Bechli uning so'zini bo'lib. "Biroq hozir uxlashimiz kerak. Tunmoqchi bo'lsangiz, at qaytib ketib, puxadan chiqqudek tunib olarsiz", dedi-da, darhol mashinani boshqa bir ustalga qo'yib, Edisonning yana hapilishiga yo'l qo'ymadi. Bu chaqda bir xizmatchi sirtda bir kishining Edison bilan ko'rishmoqchi ekanligini xabar qilib berdi. Edison ha dedi-da, bunchola kechida izlab kelgan kimkina deb o'yladi. Bechlining esiga birdilla poyezd stansiyasida heliqi muxbirning aytgan so'zlari keldi-da, kulib, "Zontun janoblari endi bo'shagan bo'lsa kerak", dedi ichida va chiqib so'rib edi, degandak Edisonni taklif qilishga Oqsaroydan kelgan kishi bo'lib chiqdi. Kelgan kishi izzat ikrom bilan "Zontun Edison apandiga salom aytishimni topiladi. Agar qadam tashrif qilsangiz, u kishi nihoyat xushal bo'ladi", dedi. Al oyiqi jimiqqan. Hamma yoq tuman edi. Ko'cha chiroqlari g'uvo edi. Aymo xuddi paxtalishib qolganda xira ko'rinadi. Zontun mahkamasining paytoni poytaxt ko'chalaridagi jimjitlikni buzib, Oqsaroyga kelganda vaqt allaqachon yarim kecha bo'lib qolgan edi. Gap ketmaydiki, Edisonning qadam tashrif qilishi surlik Oqsaroyni birmuncha ruhlantirdi va shod-xuramlik cho'mdirdi. Zontun va birmuncha hukumat arboblari xo'shal-xuram holda Patifonning atrofida 2 soatdan ko'proq tomosha qilib, atsa atigan soat 3:30da ondan Edisonni qo'yib etishdi. Edison Washingtondan qaytib, Monro bog'chisidagi tajribaxonaning darvozasiga qadam qo'yish bilan ig'ir yukdan ozod bo'lib, yeniklashib qolgandek bo'ldi-da, kulib, "Ha, endi Monro bog'chisiga keldik. Fuxadan chiqqudek tunarimizda", dedi. Keyingi kunlarda Patifondagi cho'ng nokash va agir tutquch darvaqa yo'qoldi. Ularning o'rniga soatning paniriga o'xshaydigan bir qurilma va u aylantiradigan bir dona nepiz cho'ng taxsa o'rnatildi. Taxsa bir xil mondin yasalgan bo'lib, ovoz elishga bevosita ishlatkili bo'ladi.
Edisonning bir yordamchisi buni ko'rib saqilini silab, yaxshi o'zgartirilibdi. Mana endi kamolatga yetibdi deb maqtadi. Undaq degil bo'lmaydi. U texi kichik bola. Men u kundan kunga o'sib qovul yigit bo'lib yetilsa, kelgusida texi ashuningga tayinib umrimni o'tkazaman degan umidim bor, dedi Edison. Bu gap nima degan urg'ib turgan hayotiy kuchga ega. Go'zal kelajakka nima degan samimiy umid bog'liq. Amaliyotda xuddi shunday bo'ldi. Edison bu mashinaning sifatini o'stirish uchun izchil ravishda ishlab, qanchalik yurak qinini sarf qilmadi deysiz. Hatto 80 yoshga kirgan yiligacha yanada harmay talmay patifon plastinkasini yangilash ustida izlanib keldi. Patifon roli haqida Edison 1878-yil 6-oyda Shimoliy Amerika obzoriga yozgan Patifon va uning kelgusi sarlavhalik maqolasida tövendiki 10 moddani ko'rsatdi. Birinchidan, tez xotirlik uchining yordami hojatsiz. Har xil anglab yezish xizmatini o'taydi. Ikkinchidan, Patifon darsligi bilan amallarning o'rganishiga yetakchilik qilg'ili bo'ladi. Uchinchidan, talaffuz qilish, deklamasiya o'qish va nutq so'zlashni o'rgatadi. To'rtinchidan, naqsh musiqa berdi. Beshinchidan, gap qiladigan, naqsh aytadigan, yig'laydigan, kuladigan o'yinchoqlik rolini o'ynaydi. Uni bolalarga sovg'a qilsa bo'ladi. Oltinchidan, oilada ovoz elishga ishlatilsa, balalar suhbatini, sakratga tushib qolganlarning vasiyatini xotirlashga bo'ladi. Yettinchidan, vaqtni ma'lum qilishga ishlatilsa, kishilarni tamoqqa kirishga, majlis etishga yoki boshqa belgilangan ishlarni qilishga ogohlantirdi. 8-dan, mashhur shaxslarning suhbatini mangu saqlaydi. 9-dan, o'rganishga yetakchilik qiladi. Masalan, o'qituvchining bergan darsi xotirlab olinsa, darsdan keyin xohlagan vaqtda qo'yib anglashga bo'ladi. 10-dan, telefonga qo'shimcha qilinsa, mangulik xabarlarni beralaydi. Siz balkim Edison umrida 2000 xilga yaqin kashfiyotni maydonga keltirdi. So'zligimizdek bir-biridan tadqiq qilsa, sinoqdan o'tkazib, bitgandan keyin qayta o'zgarsa, vaqt qanday yetishidi deb o'ylashingiz mumkin. Edison bu ishlarning hammasini yechiyalaydi. Oddiy bir misol bilan aytsak, Edison Nyu-Yorkda zavod qurgan vaqtdagi ahvol faqat qo'sh xabar tarqatish mashinasining jarayonini so'zlash bilan cheklanadi. Edison shu vaqtda yana xat urish mashinasi, kartinka mashinasi, sham va karbon aralashmasidan yasalgan riostat qatorliq o'xshamagan 45 xil kashfiyot bilan shug'ullangan. Rostini aytganda, biz endi aytmoqchi bo'lgan elektr chiroq haqidagi hikoyani albatta so'zlaydigan mashina haqidagi hikoyadan keyin so'zlashga bo'lmaydi. Chunki uning dastlabki tuzilmasi Patifon dunyoga kelishdan burunli boshlangan. Ikki tub daraxtni misol olsak, elektr chiroqdan iborat bu daraxt yumron baq chiqarganda Patifondan iborat bu daraxtning urug'i terilgan edi. Ammo keyingisining sharoiti yaxshi bo'lg'achqa o'sishi tez bo'ldi. Ozg'ini sug'urib qo'ydi, baq chiqarib, oynib, chechaklab meva berdi. Elektr chiroqdan iborat bu daraxtmi uning bilan bir vaqtda o'sgan bo'lsa-mu, lekin atrofni yovi o't, azg'onlar besib texim ko'p ajr qilishga, qatma-qat qiyinchiliklarni yengib, uning uchun bir yo'l tepishga to'g'ri keldi. Shunga uning yetilishi muqarrar yo'sinda kechikdi. Lekin u sinoqlarga uzoq cheniqishga tayyor turg'achqa, yetilgan hamon timan o'sdi. Nihoyatda chiroyli chechakladi, nihoyatda cho'ng meva berdi. Bundaq bo'lsa, elektr chiroqdan iborat bu daraxtning urug'i qachon tikilgan? Bu haqda so'zlab kelsak, gap jiq. Biz buni asta-asta anglaylik. Tok kuch bilan yoritish haqidagi ilm paydo bo'lg'ili uzoq vaqt bo'ldi. Koni gap bilan aytsak, olam bino bo'lgandala tabiat tok kuchi bilan yoritishni bilgan. Teptinish dengiz okeanlarida bo'ron chiqib, egiz tog'larda guldirmomi yangraganda, qapqara osmonda valvul qilgan chaqmoq chiroqlar yiqiladi. Lekin insonlarning tok kuchi bilan yoritishni tadqiq qilishi nihoyatda keyin boshlandi. 18-asrning oxirlarida Franklin laylak uchirish usuli orqali
tok uchqunini paydo qilgandila kishilar tok dunyosining porloq nurini ko'rdi. 19-asrning beshida angliyalik ximik Davey bir to'p batareya va ikki tal ko'mir tayoqchisi bilan insoniyat tarixida tunji qitim yoysimon elektr chiroqni yasab chiqdi. Lekin uning tok manbasi yetarli bo'lmag'achqa yoysimon elektr chiroqning yasalishi g'ilbal ko'rinib yo'qab ketdi-da, kishilarning umumyuzlik diqqat e'tiboriga sazovor bo'la olmadi. 1831-yilga kelganda Angliya olimi Faraday elektromagnit induksiya hodisasini bayqab, induksiya tok eqimini hosil qildi hamda bir dona generator loyihalab, muvaffaqiyat qozongandan keyin tok manbasi yetishmaslik masalasi tubdan hal bo'ldi. Shundan e'tiboran har qaysi mamlakatdagi olimlar tok kuchi bilan yo'ritish nishoniga bas-basti yurish qilishga boshladi. Ba'zilar Daveyga varislik qilib, yoysimon elektr chiroqni tadqiq qilaverdi. Ba'zilar yangi jang maydoni ochib, cho'g'langan chiroqqa hujum boshladi. Qisqagina vaqt ichida g'alba xabarlari qor uchqunidek hamma yerga tarqaldi. Birovlar ko'mir simi chirig'i ustida g'alba qilganligini jakarlasa, birovlar surma tosh simliq chiroqni yasab chiqqanligini e'lon qildi. Ba'zi joylarda birovlar vakuumliq sharsimon metal simliq chiroqni yasab chiqdim deydi. Ajoyib g'aroyib ismlar shunchalik jiq ediki, chiroq bozoriga kelib ko'ribmi, chiroqlarni sanab tugatgili bo'lmaydi. Afsuski, chiroqlarning soni ko'p bo'lsa-mu, jonga asqatadigini nihoyat oz edi. Yoysimon elektr chiroq har holda yaxshiroq bo'lg'achqa, paraxodlarning kechilik qatnashiga qo'mondonlik qilish uchun 1860-yili Angliyaning dengiz bo'ylaridagi mayoqlarga bekitildi. Rossiya injeneri Irachkov ijod qilgan elektr shamnimi yomon degil bo'lmaydi. 1876-yili Fransiyaning universal elektr jamiyati sarmoya qilib, bu elektr chiroqni yasab chiqib, ko'ch chirig'i o'rnida cho'ng ko'chalarga o'rnatdi. Avad hashamatlik Parijni ismi jismiga loyiqlashgan kechi bo'lmas shaharga aylantirdi. Edison ilm-fandagi bu ilgirlashga va muvaffaqiyatlarga diqqat qilib kelgan edi. U Nevarikdagi vaqtida tok kuchi orqali yo'riqlik tarqitish masalasini o'ylangan edi. Monro bog'chisiga kelgandan keyin ilgir keyin bo'lib, yoysimon chiroq, cho'g'langan chiroqlarni tajriba qilib ko'rgan hamda elektr shamga munosabatlik butun materiallarni tadqiq qilgan edi. U elektr shamning amaliyotda yanada yoysimon chiroq bo'lsa-mu, lekin u bak yo'riq bo'lib, uni odatdagi chiroq o'rnida ishlatish ancha muvofiq emasligini his qildi. Cho'g'langan chiroq yoysimon chiroqdan butunlay boshqacha edi. U bir tal o'tqa chidamliq narsa komzak aynakning ichiga o'rinlashtirilgan bo'lib, tok eqimi uni ko'ydirib, yuqori pallaga yetganda u qizib nur chiqaradi. Bu nurmo nihoyat yo'riq bo'lgan bilan, lekin ko'zni chaqnatmaydi. Agar uni yasash utuqliq bo'lib chiqsa, ancha qimmatga tushmaydi. Shunga Edison tok kuchi orqali yo'ritishni tadqiq qilish to'g'ri kelsa, mushu nishonga qarab tirish zarurligini his qildi. Hamda masala komzak aynak ichidagi o'tqa chidamliq heliq narsani tepishning tasligiga kelib taqashdi. Ko'mir, surma tosh, oq oltin, pilanta bilan erdi birikmasi qatorliq o'tqa chidamliq dangliq materiallarni boshqalar burun sinab ko'rgan. Bugungi kunda Edisonni sinab ko'rdi. Lekin ular ko'yib oxiri erib parchalanib ketadi. Shuning bilan Edison boshqa materiallar ustida boshqa turib, paxta yeb, qog'oz, yog'och material, qumush hamda boshqa taloliq narsalarni tepib, ularning sirtiga bir qavat mum bilan chiroq qurma aralashtirilgan bir xil narsani inchki yiptak eshib, uni o'choqqa selib ko'ydirdi. Lekin u hech qancha natija bermadi. Bir necha minut ko'yish bilanla erib parchalanib ketdi. Dal mushu paytda patifonning maysisi bosh chiqardi. Bu yumron yop-yechil maysa darhol Edisonning butun diqqatini o'ziga tortdi. U vaqtning ko'p qismini bu maysini sug'urish va parvish qilishga sarf qilish bilan bir vaqtda yana vaqtni ching tutib, tok kuchi orqali yo'ritishga munosabatlik materiallarni tadqiq qilib ko'rib chiqdi. 1878-yili 9-oyning boshlarida professor Bak alohida kelib Edisonga: "Voy, sana bir xush xabar aytay.
Xolays yaqında yana bir tok chiqarish mashinasi ishlabdi. Anglashimcha nihoyat yaxshimish. Qiziqsang, birga berib ko'rib kelmaylimi? Professor Bak Edisonning yaqin do'sti bo'lib, o'qituvchilik qiladi. U tok kuchi orqali yoritish masalasiga qiziqadi. U yaxshi materiallarni ko'rsa, xo'sh xabarlarni anglasa, darhol do'stining qishig'i kelib, uningga deb madad beradi. Xolays Edison bir pas o'ylangandan keyin so'radi. "Heliqi Famul bilan birlikda generatorni tadqiq qilgan kishimi?" deb so'radi. Professor Bak kulib, "To'g'ri, butunlay to'g'ri. Amerikadagi tunji generator shu ikkilarning ijodiyati. Ondan sizmi uni tanimsiz?" deb so'radi. "Bir qatim ko'rishgan. Hozir u nada? Ansoniyada zavod quryapti." "To'xtab turing," dedi Edison o'rnidan tik turib va eshik oldiga berib. "Beshli, mayarga kel. Professor Bak bilan yangi generatorni ko'rgili bormiz," deb varqirdi. Xolays izzatlik mehmonlarni kutib olish uchun 8 ot kuchiga ega yangi mashinani surtib parqirtib atgan hamda uningdan chiqqan tokda 500 wattlik 8 dona yoysimon chiroqni qatori yondirib qo'ygan edi. Edison va professor Baklar mashina uyiga kirganda aylanib turgan mashinadan chiqqan shamol yuzga uriladi. 8 chiroq xuddi osmonda esilib turgan 8 quyoshdek chaqnab nur chechib turadi. Bu manzara kishini haqiqatan zo'qlantiradi. Edison xo'shliqidan xuddi kichik boladek uyan-buyan diqildab birdan jim turmaydi. U birdan mashinaning yeniga boradi. Birdan yoysimon chiroqning yeniga keladi. Ondan yana ustalga engishib astoydil hisoblab ko'radi. Bu mashinaning tok kuchi yoysimon chiroqning yo'riqligi hamda tok manganda bo'ladigan sarfiyatni hisoblaydi. Yana generatorga bir kun, bir hafta, bir oy, hatto bir yilda qanchalik ko'mir ketadiganligini. Agar iqtisod qilishga to'g'ri kelsa, qanchalik iqtisod qilg'ili bo'ladiganligini mo'ljarlab ko'radi. Professor Baklar Edisonning mijozini bilgachga, uni o'z mayliga qo'yib berib, hech narsa so'ramadi. Ekskursiya oyoqlashgandan keyin Xolays ularni tamoq taklif qildi. Professor Bak tamoq yegach, gap ko'lab Edisondan qiziqarli qilib so'radi. "Baya siz generator ustida fal selib ko'rdingiz. Natijasi qanday bo'ldi?" "Qadinaslardan bo'lib qoldik," dedi Xolays. "Hargiz tortinmang. Qanday kamchilik ko'rgan bo'lsangiz, tuzatishim uchun ko'rsatib bering." Edison bir pas o'ylanib olgandan keyin kulib turib, "Nima desam bo'larkan? Mening olgan umumiy ta'sirotim sizning butkul ishingizning yo'linishi ancha to'g'ri emasda qiladi," dedi. "Ishingizning yo'linishi to'g'ri emas demsiz?" Nihoyat ro'shanki, Xolays uning gapini tushunmagan edi. "Shundoq, ishingizning yo'linishi to'g'ri emas. Sizning mang'iningiz yanili burunqi yo'q. Bir dona tok chiqarish mashinasiga bir tal sim tortib, nechtal chiroq yondirish. Meningcha bu yo'lda mengayveradigan bo'lsangiz, umr bo'yi bir boshqa chiqolmaysiz." Xolays texmi gangirab qoldi. Edisonning so'zlari g'alati to'yilgan professor Bak taqatsizlanib so'z qotdi. "Qandaqsiga bir boshqa chiqolmaydiganligini tushuntirib beqing. Mening demoqchi bo'lganim nihoyat oddiy. Bu koni usulda ketavergan bilan hech qanday ilgirlash maydonga kelmaydi. Shunga tajriba saboqlarini qabul qilib, yo'nalishni o'zgartib, tok eqimini bir qancha tarmoqqa bo'lishdan iborat yo'lda menish lozim." Uning bu so'zlarini anglab, hammaylan hanq etib qoldi. Xolays qo'shilmasini turib, bir hazo o'ylangandan keyin, "Tok eqimini bir qancha tarmoqqa bo'lish demsiz? Unda qilish qanday mumkin? Bu so'zingizning ilmiy asosi yo'q-ku deyman," dedi professor Bak qo'lini qattiq silkib. Bechli lamjim demay qadinas do'stiga gumon nazar bilan qarab turardi. Edison ularning hang-tang qolganligini ko'rib, kulib dedi. "Og'zimga kelganni so'zlab sizlarni gangirtib qo'ydim. Bu gapni qo'yib turayli. Men deganlarning bo'lish bo'lmasligini, ilmiy asosining bor yo'qligini keyingi amaliyot isbotlasin. Rostini aytganda, buningda Xolaysdan, Beshlidin, professor Bakdan og'irliq bo'lmaydi. Chunki ayni zamondagi tok ilmining saviyasi nihoyat to'van edi. Tok eqimini kichik tarmoqlarga bo'lish masalasi mayli kitoblarda, mayli konkret amaliyotda bo'lsin, haqiqatan ko'rilib boqmagan masala edi. Bu butunlay Edisonning dodil qiyosi.
Uningdagi kuchli ta'sirat shu ediki, shu chog'dagi tok kuchi bilan yo'rtish ishida bor bo'lgan fanniy bilim to'liq qo'llanilmagan edi. Masalan, tok yiqimining o'rinlashtirilishini olsak, nima uchun uningga gaz mangdirganga o'xshash bosh konupka, tarmoq konupka o'rnatib, uni tarmoqlarga bo'lib, hamma oilani elektr chiroq yiqish imkoniyatiga ega qilg'ili bo'lmaydi. Edisonning tasavvuri uchun naq ilmiy asos topg'ili bo'lmasin, lekin uning ko'p yil radist bo'lib, tok yo'l bilan uzoq hafilashgan tajribasiga asoslanganda uning tasavvurini ishga oshirish mumkin edi. Tamoq yeyilib bo'lib, ilmiy tadqiqotga doir ishlar ustida yana bir pas parang qilishgandan keyin professor Bak sohibxonga rahmat deyib qo'shlashdi. Qualays mehmonlarni ustib etib Edisonga: "Anglashimcha, sizmi yaqindan bo'yan tok bilan yo'rtish ishiga kaskin yurish qilib etibsiz. Inshaalloh natijalaringiz bo'lsa o'tirg'i chiqarsangiz, ko'pchilik nazar doiramizni kengaytgan bo'lsak", dedi. Uning og'zi qulqiga yetgan bo'lib, so'zlaridan nihoyatda ma'mandonlik chiqib turadi. Edison mo bo'sh kelmadi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.com toriga kirib, qayta anglasanlar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglash vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli hozirlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.